Uy go'zalligini qarang. Juda go'zal. Bu manzilimiz Toshkent shahri Bektemir tumani Majuntol mahalla bo'ladi. Uyimiz nihoyatda chiroyli uy. Fasadlarda ozgina ishlari bor ekan. Hovlini kengligini qarang. Xonalar soni 6 ta ekan, 750 kvadrat ekan. Akamiz o'zimga yashayman deb qurgan ekanlar. Juda chiroyli qilib ichkaridagi fasadini qarang, go'zalligini. Podvolini o'zi 250 kvadrat. Hozir ichlarini obzorini qilib beraman. Bismillah. Ko'rishimizda shunaqa keng, ho'l, uzun lustralar kutib oladi bizani. O'ng tomonimiz mana mebellari bor. Chap tomonda oshxona, juda katta oshxonasi, ozgina ishlari bor ekan oshxonada. Bu yoqdan chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda yotoqxona. Bu mebellarning hammasi qolar ekan inshaalloh. Bu yoqda podvol. Bu yoqda yana bitta sanuzeli bor ekan. Yonida o'zini spalnisi, shinamligini qarang. Remontlari ham did bilan qilingan ekan. Hammadan qiziqqan joyim shu lustra bo'ldi, juda chiroyli ekan. Inshaalloh hammaga nasib qilsin shunaqa xonadonlar sotib olish. Narxini 400 ming deyaptilar akamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Tepada 4 ta spalnisi bor ekan. Chiroyligini qarang buni. Mashalloh. Bu yoqdan chiqishimizda yana bitta spalni. Kengligini qarang. Garderoblari ham bor ekan, ichida o'zida spalnisi ham bor ekan. Uy nihoyatda katta. Did bilan qurilgan. Bu yoqdan chiqishimizda yana bitta yotoqxona bor. Bu bolalar xonasi ekan. Ko'rishimiz shunaqa keng, mebellarni chiroyli qilib qo'yib qo'yishgan ekan. O'zlarini qizlariga chiroyli qilib niyat qilib qurgan ekanlar. Hoji aka bosib yuboradigan joy ekan. Bu yog'i общийdagi sanuzeli. Bu yoqda yana bitta yotoqxona bor ekan. Menga qiziq bo'lgan joyi o'zini balkoni ham bor ekan. Toshkent shahri Bektemir tumani Majuntol mahallada joylashgan manzilimiz. Sanuzel ko'rishimizda chap qo'lda mana mebellarni qo'yib qo'yganlar. Bu yoq sanuzel. Hammaga nasib qilsin shunaqa uylarni olish. Srochno sotuvga qo'yildi, kadastrlari tayyor. Aloqaga chiqib sotib olsangiz, savdolasangiz bo'ladi.